borib turib restoranda chiroyli ovqatlanib kimdir sovg'a beradimi, boshqa beradimi misolda, meni yigitim bor. Men bu yerda o'tiribman, menga unaqa narsa qilmanglar, kerak emas deydi. Normalniy qiz bo'lsa. Tushundinglarmi? Normalniy qiz bo'lsa shunday deydi. Kallasi bor qiz bo'lsa shunday deydi, deydi. Meni restoranimgacha ortiq bilan qilib qo'ygan. Men ovqatlanishim kerak, efirimni qilishim kerak, borib xonamda damimni olishim kerak. Menga kimdir tort ko'tarib kelsa, deb kulib, tortini olishim kerak emas, deydi o'sha qiz. Normalniy qiz bo'lsa. Ayb kimda endi onasini? Ayb kimda? Ayb kimda onasini? Ye? Mana bilinglar o'sha narsa. Men chiqmadim. Men nima uchun uni efir qilayotgan paytda oldiga borib restoranda o'tirmadim? Meni akam bor. Meni akam sizni oldingizdaligini ko'rsa menga yomon gap bo'ladi. Iltimos video ham qo'ymang. Iltimos menga video ham qo'ymang. Birga video ham qo'ymaylik. Meni Dubayda siz bilan ko'rishganligimizni bilmasin deganligi uchun men borib turib o'sha restoranda ham ustida suqilib o'tirgim kelmadi. O'zing bor, aylan, damingni ol. Qayerga borib o'tirishingdan qat'iy nazar o'zim chiroyligina mehmon qilaman, tamom. Chiroyli mehmondochiligingni qil, damingni ol deganman. Borib turib birovda bitta onasini emsa 30 dirhamlik, 80 dirhamlik bitta tortiga o'l bu kuningdan bile. Ko'zi och bile. Ko'zi och bile. Men aybim o'sha. O'zi oldi o'shani. Men olib kelgan paytda Misrga otib bordim. Olib keldi o'shani, yemagan ekan. Yemasang nima olding dedim. Nimaga olding dedim. Meni oldimga olib keldi. Men uni Misrga otib bordim. To'g'ri. Adam qo'ttoq bilasizlar. Mana achchiq haqiqatlar ochilyapti. Qo'ttoq bilasizlar mana. Mana endi bilganlaringdan keyin mana endi keyin Sardor to'g'ri ish qilgan ekansan. Vaqtida qutulibsan shu balodan deysizlar. Mana men minnat uchun gapirmayapman. Sizlar bilinglar deyapman, prosta. Birov mana misol. Mana sen qizsan, mana shu yerda qiz o'tiribdi. Seni yigiting bo'lib, hamma yoqda chotki qilib qo'yib, senga shunchalik darajada yordam berib, o'zini rizqidan musofirda yurgan bo'lsa ham sen uchun shuncha joydan, kilometrlardan uchib borib, kerak bo'lsa Qozog'istonda ham ta'minotingni qilib qo'yib, Qozog'istonda ham seni ta'minotingni qilib qo'yib, Dubayga kelgan paytda ham hamma ta'minotingni qilib qo'ysa, birov bitta 80 dirhamni tortib olib kelsa, oldinga o'tirg'izasan bir 4000 ta efirda o'tirgan odamni oldida. Oldinga o'tirg'izib qo'yib, rahmat, bu kim? Mana bu inson kim? Sizlar bilasizlarmi? Menga tort sovg'a qilyapti. Meni bugun tug'ilgan kunimga tort sovg'a qilyapti deysanmi, qiz? Sen yaxshi ko'rgan yigiting bo'lsa shu ishni qilasanmi, qiz? Mana senga savol, любой qizga savol. Ayb menda emish. Men bormaganim uchun, tort olib kelganligi uchun olganimiz. Men borsam, bitta akasimi kimdir yana unga muammo qilsa, erta yana menga gap bo'ladi. O'zi bir pas yolg'iz qo'yib yubordim. Bor dedim o'sha restoraningda. O'sha turk bir restorani bor ekan, Burj Khalifaning yonida. Qo'liga uzuk taqib, TikTokdan chiqarib uylansam, uylanganimdan keyin erta mana shunday holat bo'lganda men bag'da bu dunyoda ko'rmaylar. Tushundilaringmi? Meni bu dunyoda ko'rmaylar.
Men hozir mana bu yerdan o'zim tashlab o'ldirgan bo'laydim. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Hozir nima o'tyapti boshimdan? Hozir nima bo'layapti boshimdan, uni o'zim bilaman. Qanday siqilyapman? O'zim bilaman nima bo'layotganini. Libboy erkagingda bo'ladi. Qiyinchilikka chidagan qiz eri, ya'ni umr yo'ldoshi bitta tuxum bo'lsa ham, oddiygina bir piyola suv bo'lsa ham, erini yo'g'ida borida qadriga yetadi. Erini libboy payti qiynalgan, boshida bo'ladigan og'ir kunida yonida dalda bo'ladi. U qiyinchilik ko'rgan qiz bo'ladi. To'qchilikda, otasini pulida o'zicha garatishkoy bo'lib yashagan qizlar unaqa kamdan kam bo'ladi. Men shuning uchun aytdim. Men qishloqda yashayman. Erta meni sharoitim bo'ladi, qiyinim bo'ladi, yomonim bo'ladi, yaxshim bo'ladi. Men onasini emsin. Mana shunday darajada o'zim kelmaganman. Oson kelmaganman. Mana shunday yalang'och kerak bo'lsa ko'timda tursuqchan ko'chada odamlarni uyda ishlab katta bo'lgan bo'laman. Любой payti qiyinchilikni ko'rganman. Любой qiyinchiligini yengib o'tganman. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demaganman. Kerak bo'lsa onasini emsin borib odamlarning uyida tualet qozib pul topganman. Qilaman ham yana shu ishni agar boshimda bo'lsa. Men uyalmayman hech qachon. Mehnatkash bo'laman men. Любой payti hayot bu. Erta hech kim katta gapira olmaydi. Har doim mana bunday Dubayda yurasan. Har doim bunaqa zo'r bo'ladi deb hech kim katta kafolat bera olmaydi. Men telefon qildim. Men nimadan urush chiqa boshladi, bilmaysizlar sizlar. Nimadan urush chiqa boshlaganini sizlar bilmaysizlar. Mana men sizlarga aytaman. Men sizlarga aytaman, shoshmang, sigaret chaqib olib bir minut. Men nima uchun Yasmina bilan guruh qilib ketdim, bilasizlarmi? Nima uchun bilasizlarmi? Bilasizlar nima uchun? Bilasizlar, bilmaysizlar, endi eshitinglar. Toshkentga kelgan payti har kuni telefonda ukamga telefon qilib, kam bo'lmasin. Mehmon, erta qozoq qizi O'zbekiston keldi. Sardorda o'zi Dubayda bo'lgani bilan jentelmen bola ekan. Kelgan payti hamma narsasini ruchat qilib, ko'p narsasiga yordam qildi. Men shu yerda yursa ham, o'zi chetda bo'lsa ham, qarochi Sardor O'zbekistonda kam qilib qo'ymadi bitta insonni deb, hamma sharoitiga ukamga telefon qilib, hamma narsasini ukam orqali qilib turdim shu yerda. Qozog'istondan qaytayotgan payti uchib Almataga. Uyiga bordi. Men telefon qilyapman, qizilda bosyapti. Men telefon qilyapman, qizilda bosyapti. Men telefon qilyapman, yana qizilda bosyapti. Men TikTokdan yozyapman. Nima bo'ldi? Yaxshi yetib bordingmi? Nima bo'ldi? Nima qilding sen? Yaxshi yetib bordingmi degan gaplarni qildim. Meni betimga yana qizilda bosdi. Men yana terdim. Katta boshim, meni betimga qizilda hech kim bosmagan. Meni betimga hech kim qizilda bosmagan. Tushundinglarmi? Menga qizilda bosyapti. Keyin men shuni chiqdimda Yasmina degan qiz menga ulanib qoldi. Men unga yomon gapini sevgisi xor qilmadim. Men prosta gaplashdim o qiz bilan. Ertasi kuni bo'ldi. Yana yozdim. Nima bo'ldi sen? Yaxshimisan? Yaxshi yetib bordingmi? Hali ahvol so'rayapman. Yana telefon qilyapman. Yana qizilda bosyapti. Yana qizilda bosyapti. Men yozyapman, deyapman, yaxshi yetib bordingmi? Hali ahvol so'rayapman. Javob bermayapti o'qib turib. Alam qilammi? Alam qilam? Alam qilam?
Sevganim uchun qildim o'sha ishni. Bo'lmasa pashsholka naxuy bir voобще telefon qilmayman hech kimga. Mana telefon. Mana telefon. Men voобще birovga telefon qilayotgan bo'lamasman. Mana kerak bo'lsa kontagim kim turibdi bitta. Ko'ringlar yaxshilab. Mana WhatsAppni buning uchun ochib qo'yganman. Hech kim bilan gaplashmaganman. Mana chatim, mana bu chat, mana telefon qilinganlari faqat mana. Mana qizil olganman. Faqat qizil olganman. Faqat qizil olganman. Mana hech kim bilan gaplashmaganman. Mana hech kim bilan mana. Faqat bunga yozganman mana. O'qimagan ham, javob ham yozmagan. Mana. Shumi sevgi? Shumi sevgi? Shumi sevgi? Nima men yalni yurishim kerak? Mana hech kim bitta ham qiz ham yo'q, bala ham yo'q. Mana kerak bo'lsa otam, onam yo'q. Mana kerak bo'lsa otam, onam yo'q. Mana ko'ringlar mana. Mana men sizlardan hech mana birinchi marta ko'rsatyapman. Mana ko'ringlar mana hech kim yo'q. Nima emish? Bir baloyimish. Nima emish? Ochko qilaymish, hype kerakmish. Bir nima PR kerakmish. Siktim hypeing. Kerak bo'lsa men katta gapirmayman jalab bilan. Men bilan tal TikTokdan efir ochganim yo'q. Efirim blokka ketgan akkauntim. Men jalab og'zigasiga katta gapirmayman. Mana Instagramchi emasman. Seni TikTokingda o'tirmaydi jalab 2000 ta odam meni Instagramimda o'tiribdi qo'taq bilan. Sen sikamanmi sendan bilan PR qilib, sen sikamanmi naxu? Men o'zimda talantim harom bo'lsam ham o'zimda iste'dodim bor naxu bilan. Sikkanim bor naxu seni bilan. Ochkoyingda, seni bir balo PRingda, laykingda naxu bilan. Meni akkauntim kuyib ketdi jalab 600 ming talik. Uni o'ylayotganim yo'q, sikib qo'yimman akkauntni. Puf naxu akkauntga. Prosta men bilan jalab asab bo'layotgan tomonim men boshida aytganman, men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rib qoldim bile. Yaxshi ko'rib qoldim, rostdan yaxshi ko'rib qoldim. Chunki men rostdan sevganman. Yurakdan sevganman. Mana hozir ham aytib turibman shu gapni. Unga savol beryapti. Sevasanmi-cha? Yo'q, men sevmaganman. Sevmagan.
tavba qildim, tavba qildim. Menga kerak emas. Menga kerak emas qaysi go'rdagi bir men do'stlar, men sizlarga yana ochig'ini aytaman. Men shunday insonman. Men shunday insonman. Kistamda 100 so'm pulim bo'lmaganda ham men shunday giroy bo'lganman, g'ururim baland bo'lgan. Kistamda million pulim bo'lganda ham mana shunday g'ururim baland. Men har doim bir xilman. Meni hayotimda, meni yuradigan hayotimda, meni yashaydigan hayotimda inson qadri qandaydir bonagi oddiygina qog'ozga bosilgan rangli narsa meni hayotimda inson qadrini belgilashi kerak emas. Tushundinglarmi? Meni hayotimda oddiy mana kimdir bilan munosabatim, kimgadir beradigan mehrim, kimnidir oldimga yaqinlashtirib do'st hisoblashim qandaydir qog'ozga bosilgan bitta pechat hal qilish kerak emas. U qog'oz naxu. Ko'zimni och, ko'zingni och seni. U qog'oz, oddiy bitta qog'oz bile. U seni boshqarmasin. U senda bo'lsa o'zingdan duxni kirgizib, u senda bo'lmasa duxing pasayib hech kim bo'lib qolma. U oddiy bitta qog'oz, u seni boshqarmasin. Sen uni boshqar naxu. U seni uni boshqar naxu bile. Xohlasang borib tualetga ishlat, xohlasang borib turib mana o katta binoning ustiga chiqish uchun ishlat. Sen uni boshqar bile. Men inson qadrini kimdir kambag'al deb kamsitmayman. Naborot kambag'alga yaxshi muomala qilib, kerak bo'lsa o'zidan giroy yasab olgan, o'zidan karilayotgan, o'zidan bir ko'p bir biznes yasab olayotganda mensimayman. Efirda ulangan, men boyman, meni naxo'y biladi, biznes mashinam bor, meni biznes uyim bor deydigan gandonlarni men naxo'y mensimayman. Men lubo kambag'alga, lubo qiynalganga joyida muomala qilib qo'yganman. Menga ulangan payti ham, menga 100 marta tashlagan payti ham shunday qarab turib, kimligini bilib turib, qiynalgan oilaga lubo bitam yordam qilib chiqib ketganman. Menga kelib giroylik qilganni ko'tiga sikib qo'yganman lubo payti. Lubo payti. Men onam bilan gaplashtiribman. Onam bilan gaplashtiribman. Bechora onam ham sodda ayolda, qishloqda ayoli. Jonlari sog' bo'lsin, onajonimni. O'g'lim deydi onam. Xursand bo'ldim o'g'lim. Bechora onam o'zi Dubayda, shunday bir chiroyli davlatda. Nimadan sen? Bitta qizni yaxshi ko'ribsan, tezroq to'yingni qilaylik. Jon o'g'lim, rozi bo'lsang, roziman deb ayt. Boramiz Qozog'istoniga ham. Boshqa joyga ham boramiz, Amerikasiga ham boramiz. Sen uylanaman desang, men xursand bo'laman. O'g'lim, bir og'iz uylanaman deb ayt dedi. Bir og'iz uylanaman deb aytdi. Og'zimdan onam shu gapni kutdi, aytalimadi. Unga ham gaplashtiryapman, onam bilan gaplashyapti u. Toshkentda yurgan payti bechora onam yaxshimisiz, hurmat qilyapti. Zo'rmisiz? To'g'risini aytaman-da, katta gapirmayman. Men bor topgan tutganimda uyga jo'natayotgan odamman. Men bugun mana shu yerda 20 ming dollar pul topsam, 20 ming dollardan 19,5 ming dollarni uyga tashiyman. Bechora onamni. Katta gapirmayman hozir, dalni berayman. Uncha-muncha boyda onam hozir. Pul. Lekin onamda ham qalbi shunday sodda ayol, pul rol o'ynamaydi bizada. Kerak bo'lsa u multik shuni sotib oladi multikni turishi bilan. Turishi bilan. Dunyoni topgan, dunyoyim topgan davlatim onamnikida. Uylan, o'g'lim uylan. Men o'zi uylanmayman. Menga kerak emas unaqa narsada. O'zi bir marta o'lib tirilganim yetadi ona degan paytim.
kuniga 10 ta, kuniga 20 ta qizni rasmini ko'rsatib, mana bolajonim ha, paloncha bir yaxshi o'qishda o'qiydigan qiz ekan, o'zimizni qishloqdan. Ko'r, onajon shoshilmang. Onajon shoshilmang. Boraylik sovchilikka. Uying tayyor bo'lsa, tayingda qavatlab mashinang bo'lsa, kistangda puling bo'lsa, bir kunda to'yingni qilaylik, uylan, bola chaqali, ona shoshilmang. Ona shoshilmang deyardim-da. Har doim aytardim. Men ham ki bir farzand, bir nevarali bugun keladi, katta o'g'ilsan. Sendan keyin kichkina ukang ham o'zi boshi yetib keldi. Katta bo'ldi, o'qishini tugatyapti yana. U ham uylantirish kerak. Desam, ona shoshilmang, ona shoshilmang. Endi xursand bo'ldim. Endi hayotimga nur keluvdi. Endi o bir maqsadlar bo'luvdi hayotimda. Nimalar qilaman, chiroyli to'ylar qilaman, elu xalqqa chiroyli bir haq beraman. O'zbekistonda to'y qilaman, Qozog'istonda to'y qilaman, Dubayga kelib to'y qilaman. Bir elu xalqni oldiga bir chiroyli bir xalqimizga bir chiroyli bir to'y tomosha ko'rsataman degan niyatlar paydo bo'ldi. Mana nima bo'ldi oxiri. Mana nima bo'ldi oxiri. Nima bo'ldi oxiri? Hali ham yaxshiman. Hali ham o'zimni qo'lga olyapman. Agar meni o'rnimda boshqa inson bo'lganda, mana oddiy bitta negina. Oddiy bitta negina. Bitta katta profili blok bo'lgan paytda bitta donasi urillab yig'lab chiqdi xalqning oldiga. Meni profilim blokka tushib ketdi deb. Meni yuzlab, millionlab profilim blok bo'ldi. Mana Xudoga shukr, o'zim blok bo'lganim yo'q. Oyoq qo'lim blok bo'lgani yo'q. Qo'l oyog'im blok bo'lgani yo'q. Mana o'zim joyidaman. Uning uchun siqilayotganim yo'q. Prosta meni yuragimni yarimta qilishdi bilan. Meni yuragimda o'ynashdi, meni yuragim bilan, meni mana qalbim bilan o'ynashdi. Menga o'sha, meni chetda bo'layotgan, menga bo'layotgan zarba men bir tiyin. Men odamlarni chekkadan qurayotgani menga bir tiyin. Men ko'ngil bergan inson menga qilgan narsasi og'ir botyapti menga. Og'ir botyapti. Usiz ham yashayman. Usiz ham yashab kelganman. Prosta siqilyapman. Yaxshi ko'rganim uchun bilan. Yaxshi ko'rmasam sikimni boshiga kecha efirga chiqib olib, yana gandonligimni qilib dalishib ketavergan bo'laydim. Efirga chiqishga toqatim bo'lmayapti. Ocholmayapman, qo'lim telefonga borib turib TikTokka kirishga menda bilan iroda bo'lmayapti, matonat bo'lmayapti TikTokka kirishga bilan. Betim bo'lmaganda, yaxshi ko'rmaganimda qo'tag'imga o'xshab chiqib, deb TikTokda ishimni qilib o'tirgan bo'laverdim bilan. Kira olmayapman naxo TikTokka bilan. O'zimda iroda bo'lmayapti, kuch bo'lmayapti bilan. Efirda bitta restart qilaman. Efirda bitta restart qilaman.